Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu kechagacha yig'ilgan aziz ustozlar, mehmonlar, ota-onalar, sevimli mehribon o'quvchilarimiz. Mana bugun 11-sinf o'quvchilarining bitiruv kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, ularga kelajakda muvaffaqiyatlar, o'zlari orzu qilgan oliy o'quv yurtlariga o'qishlariga kirib olishlariga, yaxshi inson bo'lib yetishishlariga, o'zlari kichikligidan orzu qilib kelayotgan kasb egasi bo'lishlarida katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sihat, salomatlik, omad, baxt hech qachon ularni tark etmasin. Nimaki orzu qilgan bo'lsa, barcha orzuga yetishlarida ularga faqat matonat, iroda, kuch tilab qolamiz. So'z berganingiz uchun rahmat. Tashakkur Maymupa, ajoyib tilaklaringiz, istaklaringiz bir umrga ham o'zingizga hamroh bo'lib qolaversin. Do'stsiz boshim, tuzsiz oshim deydilar. Do'st chehrasidan oxu quyosh deydilar. Shu chehraga qo'shilgan insonlarni sinfdoshu dugonalar deydilar. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz ahli, tabrik so'zlarini, dil so'zlarini davom ettirgan holda davramiz sahnasiga 11-sinf o'quvchilarining sinf rahbari, mana shu bugungi kechani sababchisi Abdulla domlani tabrik so'zlariga, dil so'zlariga chorlab qolamiz. Marhamat domla, so'z navbati sizga. O'qituvchim, mehribon ustoz, hech tuganmas sizga hurmatim, ma'rifatning nur quchog'ida mangu topdim baxt saodatim. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, aziz do'stlar, ustozlar, o'quvchilar, ota-onalar. Mana bugun 52-maktabda shunday bir shodiyonali, tantanali kun bo'layapti. Avvalambor hammasiga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Men shunday narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, mana bu maktabimiz ochilgandan buyon 9 yilligidir. Bu yil mana shu 11-sinflar faqat birinchi bor 11-sinfni tugatyapti. Bundan keyingi tugatadigan sinflarga omad, baxt tilab qolamiz. Bularning yo'llari doim ravon bo'lsin, charaqlab tursin. Orzu umidlari yulduzdan ham ko'p bo'lsin. Orzu umidlari shunday ko'p bo'lsinki, cheksiz bo'lsin. Rahmat. Tashakkur domla, ajoyib tilaklaringiz, istaklaringiz bir umrga ham o'zingizga hamroh bo'lib qolaversin. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz ahli, yana navbatni san'atkor do'stlarga beramiz. Davramizga esa barchinoydek go'zal qizlarimizni, alpomnish yigitlarimizni raqslarga chorlab qolamiz. Maskanimdir ona surxon, domg'a ketgan go'zal maskan. Al-Hakimdir Termiziy bobom, ziyoratda ming necha odam. Koinot tinch, insonlarga baxt. Shoirlaring she'rlar bitadi, qo'shiqlardan yaratib birsam, sevinch guruhi kuylab o'tadi. Marhamat. Marhamat bildirishlarimizni so'rayman.
biraz yıladım. Oldu ya azam, oldu ya azam. Kaldırımdan şu yaz yıladım. Bir sağ yıladım, sen sağ yıladın. Seni bir görünce biraz yıladım. Bir sağ yıladım, sen sağ yıladın. Kaldırımdan şu yaz yıladım. La
osmonda tunlar uchadi, oylarda chilar o'tadi. Yoshim 20ga yetganda bolaligi ortda qoladi. Osmonda tunlar uchadi, oylarda chilar o'tadi. Yoshim 20ga yetganda bolaligi ortda qoladi. Jilayma muhabbat jilama, sarg'ib tasday bo'laman. Yolg'iz sazdir boshmasa,
Do'stlar, ajoyib ovozlaringizga yanada chiroyli ovoz qo'shaversin. Kun kelib shoir deb nom olsam agar. Siz meni shoir deb atamang aslo, bu she'rlar sohibi onam va do'stim. Shoir deb atalsin shu ikki siymo aziz tuprog'ingni ko'zga so'kkani. Senga kimlar kelib, kimlar ketmagan. Uzun kechalarni ulab kunduzga kim sening sha'ningga she'rlar bitmagan. Ko'rkam xiyobonda yangratib kulgu, gulshanga fayz bergan soch qo'ysang mahollar, misoliga yetisha olmay nola qilar muxollar. Gar Toshkentda ko'rsang bir bor Surxondaryo qizini, bir ko'rishga zavq qilarkan qaramanasini. Marhamat Zaminxon, so'z navbati sizga. O'qituvchim, mehribon ustoz, hech tugamas sizga hurmatim, ma'rifatning nur quchog'idan menga topdi baxt saodatim. Assalomu alaykum, yerdek hoksor, ko'kdek o'lgan, mehri hamisha mehmonga tashna bo'lgan aziz o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar, opa-singillar va aka-ukalar. Mana bugun bu yerda yig'ilib turishimizdan sabab 11-sinf o'quvchilari bitiruv oqshomini nishonlayotgan ekan. Mening sizlarga 11-sinf o'quvchilariga tilagim maktabni bitirib oliy o'quv yurtlariga o'qishlaringizga tilakdoshman. Atirgul hidlari dunyoni tutdi.
Qalbimiz oshiyona bir ummonga yetdi. Davramizga xush kelibsiz do'stlar azizlar. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Rahmat Hafiz opam siz yurganingiz uchun. Tashakkur Zamiraxon, sizning ham kelajakda talaba bo'lishlaringizga tilakdoshmiz. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz ahli yana navbatni san'atkor do'stlarga beramiz. Davramizga esa Barchinoydek go'zal qizlarimizni, alpomish yigitlarimizni, qolaversa mehribon ustozlarimizni raqslarga chorlab qolamiz. Do'stlar, bugun bazmga qo'shiqning joni kelgan. Hofizlarning hofizi shirin zaboni kelgan. Ko'kichan bundan aytsa Farsi Ironi kelgan. Davramizga raqs uchun qo'shiq kamoni kelgan. Guldayin pok ko'ngilli davramizning oyguli. O'zbekimning bulbuli hofiz chakachon kuylab o'tadi. Marhamat. Uchratdim shoh qizni, pok ko'kdagi yoldozi. Uchratdim shoh qizni, pok ko'kdagi yoldozi. Qo'shiqlarimiz ham marhamat.